Esimda oldinlari har kuni buvim uylarida uborka bo'lardi. Uborka bo'lmagan kunni o'zi bo'lmasdi. Ikkita xolam ishlarni bo'lishib olishardi. Men oshxonani qilaman, sen uylarni qilgin deb va ishlarni hammasi tugagandan keyin cheliga suv to'ldirib berishardi, pollarni artib chiq deb. O'sha paytda ham egilib pol artish yoqmasdi. Har bitta xonani 2 martalab pollatani yuvib artib chiqish kerak bo'lardi. O'shanda har kuni pol arturganimdan travma bo'lib qolgan. Haligacha pol artishni o'lgida yomon ko'raman. Lekin hozir zamon ancha rivojlangan. Ayollarimiz uchun yengillik yaratilyapti. Ulardan bittasi mani yordamchim Vileda Shvabrasi. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. To'g'rimi qizlarjonlar? Vileda Shvabrasi menga ancha yengillik bergan. Chelegida yuvaman, oyog'im bilan siqaman. Egilmayman ham, qo'limni suvga urmayman ham. Osongina pollarimni artib chiqaman. Nasatkasi mikrofiber. Suvni yaxshi shimadi, orqasidan iz qoldirmaydi. Bitta gap bilan aytganda, endi pol artishni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki Vileda bilan pol artish ham maroqli. Agar siz ham pol artishni juda ham yomon ko'rsangiz, Vileda Turbo Smartni sizga tavsiya qilaman. Vileda bilan pol artishni yaxshi ko'rib qolasiz. Yurtimizdagi ko'plab korzinka do'konlaridan skidka narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Onlayn bo'lsa, Uzum marketdan buyurtma bering.